Voy ajab, ko'zlarimga to'lib. Voy. Voy. Basharing qursin o'l. Qochib tur. Sig'mayapti, ko'rmayapsanmi? Buni sig'dirish kerak. Mashina qiziy sig'adimi? Qanaqa qilib sig'adi unda? Aralimi sig'adi? Yo'q. Ay, xudo. Qochib turlaring. Nima kalla ishlamaydimi? Aralasak qanaqa qilib ishlatamiz keyin? Qoch o'la. Mana qilish kerak. Bismillah. Sig'masa mana shunaqa uloqtirish kerak. Abror aka erta o'lib ketib, yaxshi qilibsiz. Bularni qanaqa buzataman, endi nima bo'lgan? Bularga tavba qildim. Xo'sh, ko'ramiz, yulduzlardan kim bilan taqdirim birga bo'larkin? Falachamiz bismillah. Ko'ramiz, birinchi bo'lib tanlagan yigitim kim bo'ladi? G'ulomjon Yoqubov? Nima qilaman G'ulom akani? Mahalayni chiroyligidan ber, yoshrog'idan ber. Bismillah. Voy, yana G'ulom akami? Nima G'ulom aka yomonmi? Qanda, G'ulom akani yoshini bilasanmi? Navarasi bo'lishi mumkin, qanaqa qilib xotini bo'laman? Tag'in xotini ham bor. Birovni etigiga oyog'im tiqib nima bor menga? Qani orqamdan yurchi? Baribir G'ulom akani tanlaversam bo'larkan. Madaniyat vazirining xonasida eningni ko'rasan endi. Indamay berilganini olurish kerak edi. Robi, kalitimi qara qayerda ekan? Hozir. Bismillahirrohmanirrohim. Ha, aytgancha qaradim. Kalitingiz stolingiz ustida ekan. Rostdan stolingiz ustida turgan ekan. Voy, basharing qursin qiz bo'lmi? Ko'rgan ekansan, nimaga uni? Mayli, hozir oyi. Ay, xudo. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Ha. Mana qarang, stolingizda turgan ekan, mana rasmga oldim. Buyoqqa kel bola. Buyoqqa ketyapman padaringga. Buyoqqa ketyapman. Oting o'lib, meni ham o'ldiraman. Buyoqqa ketyapman. Qayoqqa ketyapsan? Qayoqqa ketyapsan? To'xta. To'xta deyapman, to'xta. Voy jonindan opasi mamani chiroyliligini qarang. Sovchi bormasa ham shunda uyiga borib qo'yaverardim shuni. O'zbek oilasida birinchi sovchi boradi, keyin to'y bo'ladi. Chiroyli ekan deb osilib keturasanmi? Voy buni qarang opasi. Bunaqaga osilib bo'lib ketsam ham mayli. Professor, bu yerda nima qilyapsiz? Yana ichib oldingizmi? Tursun. Qanaqa Tursun? Men Gariman. Tursurbotan. Mani uyimga o'ynashib kelganingizni vashi tushunmayapman, lekin adajonisi. Men yursam yurarman erkaklar bilan, lekin uyga qaytib kelmayman-ku. Ana pashani usholisanmi? Qanaqa o'shiyman, tezligini qara. Nima bilan o'shiyman? Mendan tez-u. Voy, hayotda hamma narsa sendan tez so'tay. O'tirur og'zingni ochib, boshqalar oshini olib ketaveradi bo'lmasa. Mana qara, qanaqa riplas keldi. Keldimi? Tirjay ishini qara, so'tak. Assalomu alaykum. Bo'tda bo'qmami senga? Negadir kirib oldi bu. Seni kutayotgan ekan, olib ketishini. Yo'q, mana Mavlud chaqirdi. Ha, men chaqirdim aytgancha. Erkak kishiga xonamizda bo'q bormi, mayli. Ko'chasi ekanmi? Chiqib ko'r. O'zbekiston 24da Xitoyda bo'ron bo'layotganini eshitdi. Ha, men eshitdim. Shuning uchun xavotir olyapman. TSB banki yonida yashaymiz. O'tdagi pullarni bizga o'chirib kelib qolsa, uni nima qilaman? Pullarni qayerga ishlatishni ham bilmayman-ku hozir. Juda ham qiyin muammo bu. Shuncha pul bo'ladi-da, qayerga ishlatishni bilmayman. O'zim ham shuni aytaman-da, opa. Men ham kechasi bilan uxlamay chiqdim.
Agar katta mashinalar kelib qolsa-chi? Haydolmayman ham, hamma yoq kamera bosib yotibdi. Salanicha men o'ylamayapmanmi? Shamol ko'p yigitlarni olib kelib qo'ysa, qaysi birini tanlayman? Ko'p karis yigitlar, bu yerda turk bolalar keladi. Qaysi birini tanlamayman? Bittasiga erga tegishim mumkin. Qolganini nima qiladi? Abdusattor aka kimlarga meni tashlab ketdingiz? Tavba qildim. Nima bo'lgan bularga? Qiz bo'lmaydi tavba. Bismillahirrahmanirrahim. Iloyo ilovanda TSB bankdan kreditimni adoblik qilishsin. O'tdan million pul berishsin. Pullarni olib ishlatishni boshlaganimdan keyin TSB bank endi yopilyapmiz. Biz bankrot bo'ldik deyishsin. Keyin pulim umuman mendan qaytib so'rashmasin. Men milliarder bo'lib ketganimdan keyin ularni o'zi meni yonimga kelib pul berib turing deb ketishsin. Keyin men ularga qarab foizi katta deb aytay. Keyin foiziga ko'ngandan keyin ham kredit bermayman dey. Amin. Hop. Voy. Beres, orqada yozuv ilimabdi, bor ilib qo'y. Voy. Noto'g'ri elganingni o'zing sezmayapsanmi, tushunmadim. O'qisa bo'ldi, ko'zimizga ko'rinyapti. Oyim noto'g'ri eldingiz dedilarmi? Bo'ldi, noto'g'ri elgansiz. Robi bor o'zing to'g'ri elib qo'ychi. Senga o'rgatguncha o'zimda qolmadi. Voy astag'firulloh. Yetolmaydi da armon. Qizmi bu ki, kimi bu? Bu ajab, ko'zlarimga to'g'ri bo'ldi bu dunyo sen. Ko'zlaringni unutib mana bananga qoqilib o'lmalaring. Bananga qoqilib o'lsa ham bo'ladimi? Mana shu bananga qoqilib shunaqa bo'ldim demoqchimisan? Ha. Quloqiga shirak ilmagin, bo'lmagan gap bu. Opa to'xtang. Ketdi o'zi. To'xta. Bizni qoqilib o'laydi-di. Boshqa odam ham qoqilib o'lib qolsa nima qilamiz? Ha, nima qilamiz unda opa? Topdim. Ahmad akani tomidan hech kim endi qoqilib tusha olmaydi. Opa kallangizga qoyilman lekin. Qani ketdi u. Ani televizor ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Badar la'nat kimdir tomga banan otibdi. Padaringga. Oyi nima qildi sizga? Ajab ko'zlarimga tor bo'ldi bu dunyo, seni so'zlaringni eshitib. Eshitama. Assalomu alaykum, TSB bankdan bezovta qilamiz, kredit olmoqchi ekansiz. Ha? Nech pul olmoqchisiz, opa? 5 million. U pulni nima qilasiz keyin, opa? Bankingizga omonatga qo'yaman. Keyin nima qilasiz? O'zinglarni bankinglarni sotib olaman. O'ylab gapiryapsizmi, opa? Yozgan foizga 5 millioninglarni qo'shib, sizlarni sotib olaman. Rozi bo'lmadi. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Robi chertib ko'rchi. Nemani chertding? O'zingiz chertdingiz-ku. Anuni chert. Ha, yo'q. Mana tori chert dedim, tori. Ha, hozir. Ya sen bu yoqqa dedim. Padaringga madara. Qani bu yoqqa qaytib ketsa, chachini o'zim yura olaman. Shunaqa ham ahmoq bo'ladimi? Qanaqa qilsan, erga beraman bu yoqqa. Qayerga ketasan, Tashkent City, ketosam, qayerga ketasan bu yoqqa.